Laboch akalar, diqqat bilan kuzatib turinglar. Assalomu alaykum aziz andijonliklar. Biz hozir Andijondagi eng katta labolarga, Hyundai'larga tunuka qoplash sexiga yetib kelganmiz. Hozir shu yerda rahbarini o'zi bilan suhbat qilamiz. Laboch akalar, diqqat bilan kuzatib turinglar. Aka, qani boshlaymiz unda. Aka, shunaqa zavod holatiga kirib berasizlarmi? Albatta, bizga kelsa, uzog'i bilan yarim soat ichida, 1 soat ichida tayyor qilib chiqarib yuboramiz. Akalar, to'g'risi bu akamizda 3 kundan keyin, 2 kundan keyin degan narsa yo'q ekan akalar. Labomi, chang qanaqa mashina bo'lishidan qat'iy nazar shunaqa qoplamalardi. Zavoddaga qilib, holatiga qilib akalar tez va sifatli necha soatdagi? Yarim soat, 1 soatda ana ish qilib. Albatta. Ama katta gapirib qo'yapman. Xudo xolasa. Akalar, yarim soat, 1 soatda shuna qilib chiqib ketasizlar. Sizda aka shunaqa katta apparatlar ham bormi aka? Azizbek, bu xudo xolasa 2 santimetrga bo'lgan liftlarni xudo xolasa bemalol qavat qilib bo'lsa ham kesib beryapti. Apparatda. Ha, zo'r. Akalar, eshityapsizlarmi? 2 santimetrli listni juda ko'p joyda, to'g'ri, bunaqa apparatlar ko'p. Lekin apparatdan buzilib qoladi deb kesib bermaydigan akalarimiz ham bor. Bu akam aytayapti, uka, apparat nima bo'lsa bo'lsin, kelgan klient xursand bo'lib ketsin. 2 santimetrgacha bo'lgan listlarni lazer apparatda bemalol kesib beramiz deyapti. Akalar, bilasizlar, Ibrat aziz jamoasi har safar eng zo'rlarini ulashgan deyishim kerak edi. Ulashgan. Aka, biz bilasiz, men reklama qilishga kelganimda albatta zo'r narsalar reklama qilganman. Hozir faqat shu list qoplab beramiz, xolosmi? Yo'q. Labolarga manaqa bagaj qilib beramiz, tomiga tent qilib beramiz. Tent. Xudo xolasa, kalbaza tashigani, tent qilib berar ekan akalar. Muzaga chiqib ketmaydi. Xudo xolasa. Akalar, kalbaza bo'lishni bilasizlar, o'zim kalbaza bilan shug'ullanaman. Simitana kalbaza sotadiganlar ham tent qildirmoqchi bo'lsanglar, narxlari hamyonbop. Hozir akaman rosa tolashdim. Ibrat Aziz nomidan chiqqanlarga yana alohida chekilma qilib berasiz. Barakam aka. Baraka. Eshitdinglar, baraka qildik. Ibrat Aziz nomidan chiqqanlarga alohida chekilma qilib beradi. Akalar, hamisha sizlarni xizmatinglardamiz.